kalis qayni ukam o'ziga ovqat zakaz qildi, men esa ko'chaga chiqib ramen olib keldim. Alohida yeyamiz. O'zini xonasida yeyapti, men bu yerda. Bismillah. Shu kunlarda nimaga faqat ramen yeyapsiz deb ko'pchilik gapiryapti. Chunki pulim faqat ramenga yetyapti. Kelinimiz jinni bo'lib qopti deb o'ylamasin. Va kimchili ramen. TikTok вообще kam beradigan bo'lib qopti. Dahshat kam beryapti. Shuncha harakatlarimga wow, u pul, videolarim wow, nima deydi? Bismillah. Bugun biznes uchrashuvim bor. Lala Recipe brendi bor-ku, bizda juda ham ko'p sotilyapti. Gangnam Style Cosmetics profilimda juda ham ko'p sotilayotgan kosmetikalardan bittasi. Lala Recipe brendi yuzni oqartiradi, dog'larni yo'qotadi, ugrilarni yo'qotadi, yuzni tonini bir xilga keltiradigan kosmetika bu. Вообще zo'r sotilyapti. Ko'z temasini. Bismillah. Haligarimda bismillah deydigan bo'lib qopti. Oshini zavodiga boramiz. Boshlig'imiz bilan birga. O'shanga zavodiga borib ko'rsataman. Biz chunki ular bilan kontrakt tuzganmizda, bizga zavodidan birinchi qo'l jo'natishadi. Bugun zavodini ko'rsataman borib. O'zim ham qiziqib ketyapman. Biz yashaydigan joyning yonida ekan. Yaqin joy ekan. Shunga bugun boshlig'imiz bilan birga boradigan bo'ldik. Bahonada Lala Recipe brendini boshlig'i bilan tanishib olaman. O'shanga ko'chaga chiqib, keyin ana kiyimim yo'q edi. Kiyim olib keldim. Tezda. Ramen вообще mazada. Ayniqsa kimchi ramen вообще zo'r.